Salom aziz do'stlar. Mana biz bugun sizga eng ajoyib narsa ko'rsatmoqchimiz. Xo'sh, qaysi biri tezkor bo'lar ekan? Birinchi olmosni olmos bilan sinab ko'ramiz. Mana boshlaymiz. Olmos qoyil juda ham tezkor bo'ladi. Oltinni esa undan ham tezkor bo'ladi. Endi esa kommentlarda yozib qoldiring. Oltin albatta ko'rdik. Oltinni tezkor bo'ladi degan gap yurgan ekan. Olmosni juda ham qiynalroq qildi, ammo oltinni ham qiynalroq qildi. Afsuski bu yolg'on ekan.